Bugungi mavzumiz tog' jinslarni kesish uchun ishlatiladigan materiallarning puxtaligi. Ya'ni bu biz tog' jinslarida masalan nimalarni aytishimiz mumkin? Tog' jinslarida kaliy o'g'itlarni qazib olishda ishlatiladigan kesgichlar, tuz konlarida ishlatiladigan o'tkir kesgichlarni biz ishlab chiqarishni takomillashtirib hamda ularning puxtaligini oshirish. Puxtalik degani bu biz ishlash bardavomligini ta'minlashimiz kerak. Agar bizga uni mehnat faoliyati samarali bo'lmasa, bizga u qoplamaydi iqtisodiy tomondan ham, ish faoliyati tomonidan ham. Endi mana tog' jinslarni kesuvchi kesgichlarni burg'alash usuli bilan materiallarga qarshi kuch ta'sir qilgan vaqtida bizning materialimiz xullas korroziyaga bardoshli bo'lishi kerak, yeyishga bardoshli bo'lishi kerak, xullas har xil nagruskalarga chidamli bo'lishi kerak. Endi bunda aytib o'tishimiz mumkinki, oddiy biz Dehqonobod Qashqadaryo viloyati Dehqonobod kaliy o'g'itlarni qazib olishda ishlatiladigan tuz konlari, kaliy o'g'itlarni qazib olishda ishlatiladigan kombaynlar, bunda ishlatiladigan kombaynlarni o'tkir kesgich tishlarini ishlab chiqarishni takomillashtirishimiz mumkin ekan. Endi biz bu narsani nimada ko'rib o'tishimiz mumkin? Eng avvalo biron bir detalni ishlab chiqarish borasida uni biz ishlatish joyiga qarab, uni muhitini o'rgangan holatda biz uni mustahkamligini oshirishimiz ko'zda tutilgan konstruksiya puxtaligi deganda. Endi mana bu chizmamizda keltirilganki, o'sha Dehqonobod kaliy o'g'itlarini qazib olishda, ya'ni tuz konlarida ishlatiladigan o'tkir kesgichli kombaynlar, maydalab o'tuvchi kombaynlar mana shu chizmada keltirib o'tilgan. Bu chizmada keltirilganki, bu kombayn markasi Ural 20 kesuvchini tozalab o'tuvchi kombayn bo'lib, masalan, birinchi bo'lgani, masalan, keltirilgan boshqaruv kabinasi. Chunki har bir texnikani o'ziga texnikani boshqarish kabinasi mavjud. Endi ikkinchisini oladigan bo'lsak, bizda harakatlanish organlari, ya'ni bizda yer tagida bunaqa usul asosan o'zi yopiq holatda kuzatiladi. Ya'ni bunaqa ishlar qamrab olish, yer tagida tuz konlarini, kaliy o'g'itlarni qazib olishda ishlash faoliyatini faqat yopiq usulda bajariladi. Ya'ni yerda ostida bo'ladi. Mana 4-chi tuz bo'laklarini uzatish organlari. Bu kombaynimiz asosan tuz konlarida tuzlarni kamlab qazib ajratib, uni bizga yo'llash darajasigacha tayyor mahsulot qilib beradi. Endi bizda o'sha kombayndagi biz ishlab chiqarishni takomillashtirish hamda uni konstruksiyasini puxtalash deb aytishimizga sabab o'sha katta kombayndagi chizmamizdagi organ, ya'ni uni kamlab o'tish, burg'alash bo'yicha ish faoliyat olib boradigan qismi bu o'tkir tishlar hisoblanadi. Bu o'tkir tishlarning harakatlanish trayektoriyasi, ya'ni bu bo'ylama bo'lsa, bu ko'ndalang kesim bo'yicha harakat qiladi. Endi kaliy tuz porodalarni kesish organlarida absorpsiyadan o'tkazilgan. Endi qarang, bitta narsaga e'tibor bering. Bizda asosan tuz konlarida ishlab chiqarishda yer tagidagi mineral o'g'itlarni qazib olishimizda eng katta, eng dolzarb bo'lgan muammomiz bu yer tagida bizda mineral o'g'itlarga boy yer tabiiy resursimizda. Unda har xil zararli elementlar, masalan, har xil o'g'itlar bo'lishi mumkin, har xil minerallar bo'lishi mumkin, har xil elementlar. Ya'ni eng iflos elementlar mana shu yer tagida u qattiq bo'lishi mumkin, yumshoq bo'lishi mumkin. O'shalarga qarshi tura olish shart. Bu bizning ishlab chiqarishimiz kerak bo'lgan materialimiz. Endi bu konlardagi tuz bo'laklarini kesib olish jarayonida kombaynlar harakatlanish trayektoriyasi. Mana boyagi aytib o'tgan bu tayyor ko'rinishda edi. Bu harakatlanish, tishlarning harakatlanish trayektoriyasi. Qaysi biri qayerdagi, qaysi biri qanaqasiga aylanma harakatlanishi. Ya'ni bizda ishchi organ deganimiz birinchi boyagi aytib o'tgan chizmamizdagi kombaynning eng old qismidagi, ya'ni burg'alovchi trayektoriya. Mana bu asosan bir-biriga qarama-qarshi harakatlanib tuz bo'laklarini, ya'ni yer tagidagi har xil elementga boy bo'lgan mahsulotlarni maydalab o'tib bizga tuz konlarini ajratib beradi. Bunda asosan biz korroziyaga bardoshligini oshirishimiz kerak. Oldinlari bu narsa bizda maxsus konstruksiya bo'laklardan tayyorlangan edi. Oxirgi zamonga kelib bizga u qimmatga tushib, ya'ni korroziya bardoshligi pasayib ketdi. O'shaning uchun biz korroziyaga uchratmasligimiz uchun buni biz hozirda wolfram karbid kukunlaridan tayyorlab olyapmiz. Chunki wolfram karbid kukunlaridan tayyorlangan materialimiz ham qattiq, ham
bardoshilik bo'ladi. Yana bundan tashqari biz bu wolfram karbid kukunlarida tayyorlangan mahsulotlarni to'kilma stanoklarda, ya'ni temirni yo'nuvchi asboblardan foydalanyapmiz. Ya'ni mana bu to'kilma stanokda temirni yo'nuvchi bo'lgan flaska bu. Mana buni qora joyi bizga aytib o'tgan wolfram karbid kukunidan tayyorlangan. Ya'ni bu temirga qarshi tura oladi. Endi mana bunisi bo'ylama. Bunisi endi ishlatilish joyiga qarab boshqacha turlariga ega. Mana xuddi o'sha biz aytgan mana kombaynning tishlari, mana bu kombaynning tishlari, rezislar, mana bular faskadagi joylashish tartibi bu. Ya'ni bizning asosiy ishlab chiqarishda mahsulotni ishlab chiqarishda maqsadimiz eng avvalo korroziya bardoshligini ta'minlash. Bu oddiy rezis ko'rinishdagi detal. Bu asosan kombaynda oldin bu Belarusga, Rossiya, Moskva shahrida ishlab chiqarilardi. Hozirgi kunda bu o'zimizda O'zbekistonda ham ishlab chiqarilyapti. Nodir metallar ishlab chiqarish, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyatda Koreya bilan qo'shma korxonada bu narsa ishlab chiqarilyapti. Oddiy biz ishlab chiqarayotgan material mana bu. 3 qismi bo'lib, buni oddiy latin bilan payka qilinib, maxsus konstruksion bo'latga mahkamlayapmiz xolos. Ya'ni bizda ishlab chiqargan materialimiz wolfram karbid kukunidan tayyorlangan. Shu vaqtda xuddi shunga o'xshash mana nabor tishlarimiz mavjud. Bu tishlarimizda ishlatilish joyiga qarab, masalan, oddiy perforator ishlatishda ham, masalan, almazli o'rnini ham bemalol wolfram karbid kukunlaridan tayyorlangan mahsulotimiz, ya'ni o'sha tishlarimizdan foydalansak bo'ladi. Mana bu hozirgi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan, ya'ni o'sha nodir metallar ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyat nodir metal ishlab chiqarish zavodida xuddi mana shunaqa plastikka uchlar ishlab chiqarilyapti. Bu narsa hozir O'zbekistonda to'liq ta'minlanib kelmoqda. Mana xuddi shunga o'xshash bizda vaqonqazlar, masalan, bu chizmamizdagi bu maxsus konstruksion bo'latlar. Bunda korroziya bardoshligi yuqori, lekin bunga nisbatan o'zimizda ishlab chiqarilayotgan ma'lum wolfram karbid kukunlari, mana latin aralashgan o'tgan tishlarda hammasini farqli o'laroq bir-biriga bizga eng effekt beradigan hozirgi vaqtda wolfram karbid kukunlaridan tayyorlangan detallar, ya'ni plastiklar bizga yuqoriroq foyda keltiryapti. Ya'ni o'sha bizda nodir metallar zavodida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, mana maxsus konstruksion bo'latlar, nerjavka, oltin, mis qoradalari, kumush va hokazo shunga o'xshash mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Kimdan qanaqa savol bor?